Buni narxi 12 ming so'm bo'libdi. Qulupniylar shunaqa xili ko'payib ketdi. Bu ham yangi sort ekan, bu ham chiroyli. Shirin ekan. Shunda shirin. Atborniy ekan. Nech pul beryapsiz do'stim buni? 35 ming beryapsiz. Mana 35 ming bo'lib ketdi, xudo xolasa. Atborniylar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qatorda o'ringlar ham kelib qolibdi. Men o'ringlarni qaranglar, chiroyliligini, Surxondaryoning o'ringlari. Do'stim, nechun beryapsizlar buni? 30 ming so'm. Mazasi ham shirin ekan lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda charlilarni ham ko'rsataman sizlarga. Charlilarni ham sredniyroq varianti kelib qolibdi. Optimga bularning narxini 16 ming so'm berishayotgan ekan. Mana e'tiboringlar uchun. Dalanikimi bu? Mana dalani qulupnoylari. Bu yoqda koreyskilarni ham ko'rsatmasam bo'lmaydi, chunki mana bu koreyskiysini eng atbornisi aka nechta qilib beryapsizlar? 60 ming so'm. Xo'p, sredniyni 40 ming so'm. Bu yong'oq razmerdagisi 30 ming so'm. Eng maydasi? Gap yo'q, baraka toping. Navbatdagi videomiz pomidor bodring bo'ladi. Videolarim doimiy ko'rinish uchun obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.